2025 yil 30 avgustdan 3 sentyabrga qadar O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Xitoy Xalq Respublikasiga oliy darajadagi rasmiy tashrif bilan bordi. Bu tashrif nafaqat ikki davlat o'rtasidagi munosabatlarda, balki butun Osiyo mintaqasida muhim diplomatik burilish nuqtasiga aylandi. Prezident Mirziyoyev Shanxay hamkorlik tashkiloti sammitida ishtirok etib, mintaqaviy xavfsizlik, iqtisodiy integratsiya va barqaror taraqqiyotga oid muhim tashabbuslarni ilgari surdi. Tashrif yakunida energetika, raqamli texnologiyalar, yashil iqtisodiyot, transport infratuzilmasi va turizm sohalarini qamrab olgan 15 dan ortiq hujjat imzolandi. Xitoyning yetakchi kompaniyalari bilan yirik investitsiyaviy loyihalar bo'yicha kelishuvlarga erishildi. Mazkur tashrif O'zbekistonning xalqaro maydondagi nufuzini mustahkamlash, barqaror taraqqiyotga xizmat qiluvchi amaliy hamkorlikni chuqurlashtirish hamda strategik sheriklikni yanada rivojlantirish sari muhim qadam bo'ldi. O'zbekiston bugungi kunda juda ham ko'plab xalqaro va mintaqaviy tashkilotlarga a'zo bo'lsa, ularning ichida ahamiyati, yaqinligi, davlatning xususiyatlari, davlat boshqaruvi va iqtisodiyoti bo'yicha eng yaqin hamkor tashkilotlardan biri bo'lib, bu Shanxay hamkorlik tashkiloti hisoblanadi. Kuni kecha Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlat rahbarlarini uchrashuvi bo'lib o'tdi va bu uchrashuvda nihoyatda muhim masalalar muhokama qilindi. Hamkorlikni vertikaliga va gorizontaliga rivojlantirish bo'yicha bir qator muhim qadamlar qo'yildi. Shularning xususida ilm-fan va innovatsiya sohasida ham juda ham muhim islohotlar boshlandi. Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar bilan yaqindan hamkorlik o'rnatilgan. Xususan har yillik asosida fundamental amaliy va innovatsiya loyihalarini qo'shma tanlovini tashkil qilib kelyapmiz. Shanxay hamkorlik tashkilotlariga a'zo bo'lgan davlatlar bo'yicha alohida e'lon qilgan tanlovimizga bugungi kunda 150 dan ortiq loyihalar kelib tushdi. Bir tomondan murakkab tomoni ham bor, chunki bu tanlovda ikki tomonlama emas, balki ko'p tomonlama hamkorlikni nazarda tutadigan loyihalarni amalga oshirilishi asosiy shart sifatida belgilagan. Lekin shunga qaramasdan 150 dan ortiq loyihalarning kelib tushishi bu juda ham katta qiziqish borligini, manfaat borligidan dalolat beradi. Birgina Xitoyning o'zi bilan o'tkazgan tanlovimizda ham O'zbekiston-Xitoy qo'shma tanlovimizda 450 dan ortiq loyihalar kelib tushdi. Bu ham qanchalik bizni ilmiy hamjamiyatimiz bu ikkita davlat o'rtasidagi hamkorlikni kuchaytirish, jipslashtirish va yangi bosqichlarga ko'tarishdan manfaatdor ekanligini ko'rsatib beryapti. Xorijiy ilmiy stajirovkalarni tashkil etishimizda ham juda ham ko'plab xohlovchilar aynan Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlarni tanlashadi. Chunki ham iqtisodiyot nuqtai nazaridan ham qiziq, ham ilm-fan texnologiyalardagi yutuqlar nuqtai nazaridan ham va ilmiy maktablarni o'rganish nuqtai nazaridan ham juda ham qiziq bo'lganligi sababli. Hurmatli prezidentimiz tomonidan belgilangan vazifalar va berilgan topshiriqlarni ijrosi doirasida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo bo'lgan davlatlar bilan hamkorligimiz yana yangi bosqichga ko'tariladi. Shularning orasida Xitoy, Rossiya Federatsiyasi kabi texnologik jihatdan yetuk bo'lgan davlatlar bilan birgalikda ilm-fan sohasida hamkorlik qilishimiz o'zaro manfaatli, yuqori natijalarga qaratilgan ishlarimizni boshlab beradi. O'zbekistonning umumiy tashqi savdosida Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlarining ulushi qariyb 50% ni tashkil etadi. 2024-yilda Shanxay hamkorlik tashkiloti mamlakatlaridan 11 milliard 400 million miqdorida to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar va kreditlar jalb qilingan. Bu kreditlar ishlab chiqarishga yo'naltirilgan xizmat ko'rsatish sohasida ishlatilgan. Hozirgi kunda mana Shanxay hamkorlik tashkilotini yaqinda navbatdagi sammiti tugadi. Bu sammit doirasida Shanxay hamkorlik tashkiloti taraqqiyot banki tashkil qilish qarori qabul qilindi. Bu bank bir qator yirik loyihalarni amalga oshirish bilan birgalikda yuqori texnologiyalarni jalb qilishga imkon yaratadi. Bu bank orqali ishlab chiqarishga hamda xom ashyo yoki qazilma boyliklarni qayta ishlashga qaratilgan
ilg'or va yangi texnologiyalarni olib kirishga yordam beradi.